Bugun indikator haqida gaplashamiz. Indikator bu asosan savdo strategiyalarini ko'rsatib beradi. Qayerda longga kirish kerak, qayerda shortga kirish kerak. Shunaqa bir ma'lumotlarni sizlarga yordamchi sifatida ko'rsatib beradi. Endi masalan, asosan mana bunaqa trend liniyalar bor. Mana Ethereumni oladigan bo'lsak, trend liniya shortga qarab yuryapti. Ya'ni bu yerda asosan eng aktualniy holat short pozitsiyalar hisoblanadi. O'sha har tushganda tepaga qarab ko'tarilyapti. Har tushganda tepaga qarab ko'tarilyapti. Ya'ni o'zini qanaqadir bir me'yoriy nuqtasiga yetganda pastga qarab tushib ketyapti. Yana me'yoriy nuqtasiga yetyapti, pastga qarab tushib ketyapti. Yana me'yoriy nuqtasiga yetyapti, yana pastga qarab tushib ketyapti. Aynan shu me'yoriy nuqtani masalan qanday aniqlash kerak, bunga o'xshaydigan indikatorlar qanaqa foydalanish kerak, shu yordamga keladi asosan. O'sha uchun hozirgi ko'radigan videomiz bu o'zimizni indikatorda qanday qo'llanmada ishlatish. Mana ancha vaqtdan beri kuzatib turibmiz, Bitcoin $110,000 ko'tarildi, $110,000 keyin $76,000, $77,000 tushib keldi. Endi hozir Bitcoin asosiy ssenariysi bu trend liniyani mana buzib o'tdi. Ya'ni boya aytganda, mana e'tibor beringlar, Bitcoin tushyapti, yana ko'tarilyapti. Pastga qarab tushyapti-da, o'zini urovenigacha ko'tarilib, yana pastga qarab oqib ketyapti. Yana o'zini urovenigacha ko'tarilyapti-da, keyin undan ham pastga qarab oqyapti. Hozir ham xuddi shunaqa mana ko'tarilib, o'zini uroveniga ko'tarildi, keyin mana bunaqa trend liniyani buzib o'tdi. Ko'rib turibsizlar, buzib o'tdi. Endi keyingi kanal bu $81,000-$82,000 orasida bo'ladi. Endi asosan shu zonalar hisoblanadi. Kuchli zonalar, mana shu zonadan keyin o'ylashim bo'yicha Bitcoin tepaga qarab harakatlanadi. Chunki nimaga unaqa deyapman? Mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin aynan shu holatni. Ya'ni ismi boshlovni yopdi. Boshlovni yopgandan keyin endi sekin atrofga tepaga qarab bo'ladi. O'sha uchun bu sohada indikator bu sizlarga qo'shimcha yordam sifatida keladi. Shuni unutib qo'ymanglar. O'chirib tashlaymiz. Xo'p, endi bizda ikkita indikator bor. Indikator ishlatish uchun sizlar indikator qo'shish bo'limiga kirasizlar. Mana invite only ga kirasizlar. Sizlarda ikkita indikator bor. MMMaker o'zida EMA bor va MMMaker o'zida indikator bor. Xo'p, sizlar birinchi EMA ni yoqasizlar. EMA ni ishga tushirgandan keyin ikkalasini ham podключение qilasizlar mana. MMMaker EMA. MMMaker EMA ni mana qo'shamiz. Bu aynan sizlar hech qanaqa nastroyka ishlatmaysizlar. Bu real time vaqtda ko'rsatadi. Ya'ni mana bu short yongan, shortdan keyin hali pastga qarab ketyapti, hali long yongani yo'q. Ya'ni long yongandan keyin longga signal savdoga kirsa bo'ladi. Lekin birinchi mana masalan narx oq short berdi, narx oqtida, keyin long berdi, long sal zaifroq bo'lishi mumkin. Ya'ni qaysi joyga o'xshataman? Mana qaranglar. Xo'p, long berdi, yaxshi ko'tarildi, savdoni yopdinglar. Keyin mana bu joyda short beryapti. Short bergandan keyin pastga tushyapti, keyin longga almashtiryapti. Mana realniy vaqt time'da yonadi. Bu nima uchun men EMA indikator deb nomladim? Sizlar ko'rib turasizlar, 4 soatli switchda agar long beradigan bo'lsa, 4 soatli switch yonadi. Yongandan keyin realniy long ko'rsatadi. Hozir buni ko'rib o'tamiz qanaqa ko'rsatishini. Qarang, long beryapti. Long bergandan keyin longga kirasizlar, keyin sirasi shortga almashtirib beryapti. Ya'ni zaif. Mana bu joy nima bo'lyapti? Bu tiqilib qolyapti. Agar sizlar yaxshi umniy trader bo'ladigan bo'lsanglar, nima qilasizlar bu joyda? Mana bu long shortlariga qarab turib, masalan, ishlaysizlar, tiqilib qoladigan joyda, mana bu tiqilib qoladigan joyda sizlar bilasizlar. Mana shu joyda savdoga kirish xavfliligini bilasizlar. Mana shu joy tiqilib qolgan joy hisoblanadi. O'sha uchun aqlli, ya'ni bu joyda savdoga kirmaydigan traderlar, masalan, men bu joyda savdoga kirmayman. Mana bunaqa trend liniyani chizib olaman. Ya'ni bu yerda mana uchburchak hosil bo'lgan. Uchburchak hosil bo'lgan, mana bu joyda long beryapti, yorib o'tyapti. Qarab turman. Yorib o'tdim tepaga yorib o'tgandan keyin sразу men savdo joylashtiraman. Mana bunday qilib mana savdo joylashtiraman mana. Ko'rasizlar? Chunki bu har doim yorib o'tgandan keyin tepaga qarab yuradi, treугольникka kelib turib qaytmaydi. Ya'ni zaif bo'lgan nuqtalar bo'ladi, long savdo ochmaslik. Mana zaif bo'lgan nuqtalar mana bunaqa yig'ilib qolgan nuqtalar bo'ladi. Bu joyda bitta kiryapsiz longga, tepaga ketyapti, pastga tushyapti, longga kirgan joydan stop short beryapti. Ketdi. Balki stopingiz oladi yoki o'zingiz yopasiz. Pastga qarab yuryapti-da, mana bu short yurib berdi. Keyin longga qarab ochyapsiz. Prosta mana shu ssenariyni ishlaydigan davr bo'yicha agar qo'llaydigan bo'lsanglar, sizlarga aniq konkretniy foyda olib keladi. Faqat bu yerda mana bunaqa yig'ilib qolgan joylar, mana bunaqa yig'ilib qolgan joylarda nima решение qilish kerakligini sizlar o'zingizlar bilib olishingiz kerak bo'ladi. Chunki masalan, mana bu joyda ham qaranglar mana.
juda ko'p yig'ilib qolgan, masalan 4 soatlikda mana. Chunki yurmagan, bu liniya yurish zonasi hisoblanmaydi. Ya'ni bu yerda short kuchli kelyapti, bitta longga aniq ishlab beryapti, bo'ldi. Pastga qarab short berdimi, short zonasi kuchli mana. Mana shu yerda agar shortga kirib ushlab turgan bo'lsanglar, mana pastga kelib turib yopasizlar. Undan keyin mana long beryapti, har doimki long beryapti. Short long tez almashtirib tashlayapti. Keyin oxir oqibat mana bitta tez almashtirib pastga qarab ketyapti. Mana shu yig'ilib qolish zonalari hisoblanadi. Yig'ilib qolish zonasida har doim bitta ssenariyni ishlatish kerak bo'ladi. Bu mana bunaqa. Xo'p, yoysimon shakl bo'ladi. Yoysimon shakldan keyin asosan bozor strategiyalari bitta tepaga ko'tarilib turib pastga qarab qulaydi. Har doim. Chunki mana bu joyda e'tibor bersanglar, mana short zonada chuqur kirib kelgan. Любой chuqur kirib keldim, mana bu yerga ko'tarildim, bo'ldi. Demak, short sekin pastga oqdi. Yana bitta o'sha qanaqadir liniyagacha ko'tarildim, bo'ldi. Bitta short ochiladi, sekin pastga oqiladi. Mana bunaqa yig'ilib qolgan joylarda savdo qilish men tavsiya bermayman. Chunki uzilish, masalan, bitta ochildi, qanaqadir liniyani yorib o'tdi, pastga qarab oqib ketdi. Pastga qarab oqishni boshladi, short. Uzun oqdi, bo'ldi. Mana bitta shortga kirasizlar, stopni mana tepaga joylashtirasiz. Pastga qarab oqib beradi. Bu indikator EMA indikatori bo'ladi, real vaqtda ko'rsatadi. Buni mana bunaqa qilib 1 minutlikda ko'rsak bo'ladi, mana. 1 minutlikda chiroyli ko'rsatib berganman. Ko'rasizlar? Xo'p, mana endi buni qanaqa qilib real time'da ko'rsatadi bu? Mana 1 sekundlik kiraylik. Ya'ni 4 soatli, 5 soatda ham realniy switcher vaqt bilan yonadi. Xo'p, mana 30 soniyada ko'raylik. Mana ko'rasizlar, sirasi short yog'yapti. Ya'ni 4 soatlikdan xuddi shunaqa short ko'rsatadi. 4 soatlikdan xuddi shunaqa short ko'rsatadi. Short yonib beradi yoki long yonib beradi. Real vaqtda yonib beryapti, ko'rasizlar, ko'zinglar bilan ko'rib turibsizlar. Mana bu 4 soatliklarda ham xuddi shunaqa. Mana bitta yongan, pastga qarab ketyapti. Endi bu EMA indikatori, bu real vaqtda yonib beradi. Endi savdoga kirish uchun решение beradigan indikator. Ya'ni bu MM Maker o'zbi indikatori bu. Bu EMA bo'lsa, MM Maker o'zbi EMA bo'lsa, bu indikator. Endi qaranglar, buni parallelni yoqaman. Mana ishga tushdi. Bu endi nastroykali. Masalan, qaysi time frame da bo'ladigan bo'lsa, 4 soatlik time frame mi? Nastroykadan 4 soatlikni mana bunday qilib belgilab olasizlar. Endi bu bilan farqini solishtiramiz. Qaranglar. Men hozir EMAni o'chiraman. Qaranglar, EMA teparoqda bergan ekan, ko'ryapsizlar? Bu pastroqda beryapti. Ya'ni mana bu mana asosiy savdoga kirish indikatori pastroqda beryapti. Sizlar masalan kutib turasizlar. Savdoga kirish kutib turasizlar. Qanaqa, masalan, men bitta short beryapti. Bu real vaqtda, mana real vaqtda berdi. Short yurdi, short yondi. Keyingi switchga almashsa, bu short atrobotga bo'ladi. Ya'ni mana shu joyda yongan holatda qoladi. Yongan holatda qoldimi, u обязательно pastga qarab yurib bermay qoldirmaydi. Endi bu yongan holatda qoldi, pastga o'tdi. Mana switchga o'tdi. Bu switchda mana bu switchda short yonish uchun mana bu 3-switch ochilishi kerak. Ko'rasizlar? Mana men yaqinlashtirib ko'rsatay. Ya'ni savdoga kirish nuqtasi mana short yonish bo'lsa, bu tasdiqlanish uchun mana bu switchga almashtirish kerak. Qachonki mana bu switch yonsa, mana bu short yongan holatda qoladi. Ungacha qolmaydi. Keyin mana bu switchga o'tganda bu yoqda shortligini ko'rsatadi. Tushunasizlar? O'sha uchun eng yaxshi yo'li mana bu joyda, ya'ni mana indikatorni birinchi yoqib olasizlar. Buni o'chirib qo'yasizlar. Mana bu short yonda, bu switchga o'tdi. Bu switchga o'tgandan keyin mana bu short atrobotga bo'lib yonib qoldi. Bo'ldi, savdo ochasizlar. Mana shu joyda savdo ochasizlar. Endi mana bu indikator o'chiramiz. Mana bu joyda short yonyapti. Ya'ni bu yurib berdi degani. Narx yana orqaga qaytyapti. Mana bu joyda short yondi, hali long bergani yo'q. Endi prosta o'zingizlar kuzatasizlar. Short berdi, mana switchga o'tdi, bu short atrobotga bo'ldi. Ikkita xuddi mana bunga o'xshaydi bu ham. Ya'ni mana bu joyda long yondi, mana switchga o'tganda long atrobotga bo'ldi. Chunki bu tepaga yuradi, o'chib yonishi mumkin. Qachon switch almashtirsa, mana bu atrobotga bo'ladi. Mana bundan short ochadigan bo'lsanglar, yurib beradi pastga qarab. Tushundinglar? Yurib bergandan keyin narx yana tepaga qarab harakatlanyapti. Endi mana bu switchni indikator yoqasizlar. Bu indikator short mana bitta mustahkamlanish uchun mana bu switchga almashish kerak. Bu switchga almashganda mana bitta shortga kirganinglarda tepaga yurib bersa, stopinglar olishi mumkin. O'sha uchun sizlarga mana bu EMA indikator ba'zida yordamga keladi. Chunki buni shorti teparoqda turibdi.
Endi endi e'tibor beringlar, mana narx yurib pastga qarab oqib berdi. Ya'ni tushib berdi. 88 mingdan pastga qarab oqib berdi. Bundan oldingi masalan holatlar. Masalan long beryapti mana. Longga e'tibor beringlar. Long tepaga qarab yurib beryapti. Endi bu indikatorda long signal mana bu atrobotga bo'lishi uchun, ya'ni mana bu atrobotga bo'lishi uchun mana bu switcher yonishi kerak. Ya'ni bu switcherga o'tganda mana bu joyda longga kirasizlar, mana bu joyda stop bosasizlar. Narx tepaga qarab yurib beryapti. To'g'rimi? Endi xuddi shuni boshqacha variantda ko'rib chiqamiz. Ya'ni EMA indikatori. Mana bu pastroqda beryapti. Mana bu indikator, MM Maker o'zi bir indikator, mana bu MM Maker EMA indikatori. Ko'rasizlar? EMA oldinroq beryapti. Bunga o'tganda mana bu tasdiqlanyapti. Ya'ni e'tibor beringlar. Mana bu long yongandan keyin, mana bunga o'tgandan keyin tasdiqlanyapti. Ya'ni mana bu switchda tasdiqlanyapti. Keyin EMA indikatori mana bu joyda long beryapti. Bu mana bu joyga o'tganda, qaranglar. Mana bu switchga o'tguncha mana bu long ko'rinmaydi. Tushunasizlar? Mana bu yerda long berib turganini ko'rsatadi. EMA indikatori bilan совместно ishlasa bo'ladi. Tepaga qarab yurib beradi. Endi shunday bir masalalar paydo bo'ladi. EMA indikator oldinroq ko'rsatar ekan, mana indikator oldinroq ko'rsatib beryapti. Indikator keyin ko'rsatyapti. Tim более narx mana bu narx 84 mingga bergan bo'lsa, 84.600 ga chiqqanda long atrobotga bo'lyapti-ku deyishingiz mumkin. Lekin har doim ham bu masalan to'g'ri, mana bu joylarda yaxshi ishlab bergan bo'lishi mumkin EMA. Lekin mana bu joyda MM Maker o'z indikatori aktivliroq harakatlanadi. Ya'ni siz savdo ochishingizga, mana bu yerda savdo ochdingizmi, long berdimi, keyin mana bu yerda long yondimi, masalan, mana switchga o'tganda siz savdo ochganmisiz, mustahkamlanadi sizni qaroringiz. Tushundingiz-a? Endi buni o'chirib qo'yamizda, EMAni qoldiramiz. Yaqinlashtiramiz. E'tibor beringlar. Mana bu yerda tiqilib qolib, men aytdim mana. Mana bu yerda tiqilib qolish 4 soatlikda. Endi ko'ramiz, qaysi biri sizlarga aktualni ko'rsatyapti. Xo'p, EMAni o'chiramiz. Mana bu kamroq o'sh. Mana bu yerdagi mana tiqilib qolishlar yo'q. Mana EMAni yoqadigan bo'lsa, mana bu yerdagi tiqilib qolish bor. EMAni o'chiradigan bo'lsa, mana tiqilib qolishlar yo'q. Mana bu yerda short beryapti. Dalish pastgacha ushlab turibdi. Mana bu joylarda, masalan, mana bu joylarda long bilan short EMAda bor. Mana long bilan short. Bu sizni chalg'itadi. Ko'rasizmi? Mana bu yerdan, masalan, hop EMAni yoqamiz. Mana bu yerda short berdi. Eng tepalikda short berdi. Siz ochdingiz EMAda. Endi kuzatib turasiz. Xo'p, indikator qachon short mana bu long yonadi? Indikator u ham tepada. Pastga qarab tushishni boshladi, tushyapti, mana bu yerga tushdi. Endi e'tibor berasizlar. Xo'p, EMAda long short yondi, lekin MM Maker o'zi indikatorda long short yongani yo'q mana bu joyda mana. Yana pastga qarab yurib beryapti. Mana bu joyda bitta atrobotga bo'lyapti. Sizlar mana bu joyda bemalol, masalan, 98 mingdan kirib turib, 85 mingdan narxdan chiqib ketsalar bo'ladi. Xullas shunaqa foydalanish, oson, oddiy, o'zingizlar yaxshi tushunib olasizlar. Unaqa qiyin emas, xudo xolasa foydalansanglar bo'ladi. Faqat mana bu joylarda mana yig'ilib qolish. Mana bu joyda. Endi asosan indikator time frame'lariga qaraydigan bo'lsak, 1 soatlik time frame'da ishlagan yaxshiroq. Sizlarga aktualli bo'ladi, foydali bo'ladi 1 soatlikda ishlash. Hop, mana 1 soatlikda nastroykali indikatorni tekshiramiz uni. Qaranglar. MM Maker o'zi bir indikator soatiga qarab nastroyka qilinadi. MM Maker EMA soatiga qarab nastroyka qilinmaydi. O'zi avtomatik nastroyka qiladi. Mana 1 soatlik. Qaranglar qanaqa chiroyli ishlab bergan. Ko'rasizlarmi? Mana. Hozircha long turibdi. Hali hech qayerda short yongani yo'q. Endi qaranglar. Long mana bu kirgan bo'lsanglar, mana bu kelib turib sizlar stopinglar oldi. Endi masalan, long sizlar kirdinglar, narx ozgina yurib berdi. Mana buni qo'shimchasiga qo'shib turasizlar. Short yondi, bo'ldi. Savdoni yopasizlar, pastga qarab yurib beryapti. Endi lekin bir narsa aktualniy tarafi bor. MM Maker indikator aytyapti, long aktualniy, ya'ni narx tepaga qarab ketadi baribir deyapti. Ko'rasizlar? Shunga qarab turib, mana buni qo'shasizlar. Bu mana bu short bergan-ku, EMA. Indikator o'chirib qo'yamiz. EMA short bergan. Mana bu qachon long beradigan bo'lsa, shartda longga kirib olasizlar, narx aktualniy yurib beradi. Tushundinglar? Shu xullas indikator ishlatish qoidasi. Endi hop, Telegram bot. Telegram bot nima qiladi? Masalan, 1 soatlik bo'yicha
Hop, bu qaysi indikator bilan hamrohlikda ishlaydi? Bu MM Maker, ya'ni EMAni o'chirib qo'yamiz. Mana bu MM Maker o'zi bu Telegram bot bilan hamrohlikda ishlaydi. Ya'ni 1 soatlikda qaranglar qachon short paydo bo'lgan. Hop, 28 mart 05 da, ya'ni ertalab 05 da short hosil bo'lgan. Mana 1 soatlik time frame da short bergan. Undan keyin pastga qarab 83 mingga qarab yo'l beryapti. Endi tekshirib ko'ramiz. Mana Telegramga o'tamiz. Hop, Bitcoin 28 kecha ertalab bergan. Hop, mana qaranglar. Mana bu indikatorda long shortlarni beradi. Ya'ni masalan, ko'ringlar. Bitcoinda mana 28-kun soat 5 da short bergan. MM Maker indikatori beradi faqat buni. Short bergan. Short bergandan keyin sizlar EMA bilan savdo ochasizlar, qarab turasizlar. Hop, endi pastga qarab tushamiz. Short. Mana Bitcoinda 2 soatlikda birinchi long beryapti, mana 6 kun ichida. Undan keyin mana BTC 15 minutlikda short boshlandi. Hop, BTC mana 30 minutlikda short tasdiqlandi. Ketma-ket beryapti o'sha. Mana BTC 86.987 da mana 1 soatlikda short tasdiqlanyapti. Mana bu orada Bitcoinga qaranglar, e'tibor beringlar. Long signallari ba'zida kelishi mumkin, lekin asosiy xarakter shortga boshlangan bo'lsa, e'tibor bermaysizlar. Masalan, oxirgi indikator shortda ochildimi, bo'ldi, ketdi. Undan keyingi longlarga e'tibor bermaysizlar. Qachon men bu longga almashtirmaguncha. Ko'rdinglar? 1 soatlik qo'yib yuborsa bo'ldi, pastga qarab taqillatib yurib beryapti. Longga almashtirganda, long berganda mana bu joyda savdoni yopasizlar. Tushunarli-a? Mana shu Telegram nimaga bu bot ishlatiladi? Sizlar indikatorda ko'rolmagan paytingizda sizlarga xabar kelsa, sizlar chatni ochib qarab olasizlar. Savdo ochish kerak yo'q. Lekin bu signal bilan savdo ochilmaydi. Birinchi savdo ochiladigan joy bu mana bu MM Maker o'zi buni. Ya'ni MM Maker o'zi bu indikator o'chirib, EMAni yoqasizlar. EMA indikatori yoqasizlar. EMA indikator short berdim, birinchi EMA bilan kirasizlar. Long berdim, EMA bilan kirasizlar. Chunki mana bu switch o'ynayotganda, sal ko'tarilganda mana bu long o'zi avtomatik yonadi. Mana bu switch yopilmasligini kutib o'tirmaydi. Уже long signal yonib turadi. Tepaga qarab yurib berdim. Ozgina yurishni boshladim, long yonadi. Buni hozir eng qisqartirilgan sekin variantda ko'ramiz. Indikator qanaqa ishlashini ko'rib turasizlar hozir. Hop. Bunga qo'yamiz. Mana qaranglar. Istoriyani ko'ramiz qanaqa takrorlanishini. 1 soatlik 10x da hop 05x ga ko'chiramiz. Endi 05 da qanaqa qilib mana уже ko'rdinglarmi, уже mana pastga urdi, longni o'chirdi. Mana sразу long bilan yonyapti. Ana уже long tasdiqladi. Bo'ldi, mana bu savdoga kirdinglar. Mana уже darsh tepaga qarab yurib beryapti. Endi mana shu joyda mana uni qo'shadigan bo'lsak, mana bu teparoq yongan mana. Nima uchun? EMA bilan birinchi savdoga kirasizlar, keyin MM Maker o'zi bir indikator bilan sizlar tasdiqlaysizlar, savdoni ushlab turishdi. Keyin qachon savdoni yopishda ham MM Maker o'zi bir indikatorga qarab turib aniqlaysizlar. Tushunarli-a? Xo'p, mana buni o'chiramiz. Ketdi. Ko'rasizlar. Mana o'sha shortga tayyorgarlik ko'ryapti indikator. Mana qaranglar, o'sha mana. Short bilan yonib o'chyapti. Mana o'sha mana shortni berdi mana. Bo'ldi, shortga kiriladi. Ketdi, short pastga qarab aktualni ishlashni boshladi. Endi mana shu joyda to'xtatamiz. Mana bu short bergan bo'lsa, mana shu yerda yopish kerak. Mana bu yerga tushganda narx short berdi. Mana shu narxda yopish kerak edi. Buni tasdiqlash uchun mana bunga qaraysizlar. Demak, tepada short berdi, narx pastga tushdi. Bo'ldi, mana bu aktualni. Mana bu joyda savdo, long savdoni yopasizlar. Shortga qarab yuraveradi. Ko'rdinglar, mana shunaqa qilib ketma-ket birinchi EMA bilan savdo ochasizlar, MM Maker indikator bilan savdoni mustahkamlaysizlar. Rahmat, salomat bo'linglar.